Assalomu alaykum. Qabristonda mehr ko'p ekan deb nomlaganman bu she'rimni. Qabriston ziyoratiga 2018-2020-yillarda borganimizda shu yerda ilhom kelib yozganman. Marhamat. Qabristonda mehr ko'p ekan. Tirigida bor edimi qadri insonni. Pul bo'lmasa bir qadri yo'q edi insonni. O'lgandan so'ng obro' uchun jonliqlar so'yib riyo birla ihson etar sarf etib borni. Aka uka oqibatsiz bo'ldi ne uchun? O'rtasiga tushdimi yo farzandi uchun? Yo qalamqosh yetdimikan ular boshiga? Yo mol dunyo ustunmidi ular qoshida? Yashaymiz biz mehr izlab beqadr bo'lib, oqibatsiz dunyolarda qahriga to'lib. Aytaymi men qayda mehr bisyor bo'larkan? Unda ruhlar sabr bilan sukut qilarkan. Bahor kelsa boychechaklar kulib chiqarkan. Yozda quyosh har kun chiqib salom berarkan. Kuzda yaproq har kun titrab tasbih aytarkan. Qishda osmon qorlar yog'ib sovg'a etarkan. Qizg'aldoqlar soya solib mehr berarkan. Boychechaklar, chuchmomalar kulib boqarkan. Jumla jonzot zikr qilib tasbih aytarkan. Va ruhlarni etib shodon hadya etarkan. Qabristonga boring do'stlar, qabr bir xilmas. Biri tekkiz marmar toshli o'zgacha dunyo. Uy ichida na eshik bor, na bir tuynuk bor, na parda bor, na yostiq bor, na bir yakandoz. U yerda na bir kibr bor, na bir manmanlik. Uylar bir xil, libos bir xil, yo'qdir har xillik. Na zarchopon, na mol dunyo, na bir hashamat. Unda bordir faqat ibrat, bordir haqiqat. Unda bordir tiriklarga, bordir ko'p ibrat. Ibrat olsa shu yerlarga keladi albat. Ajal kelsa qocholmaydi, tutilar faqat. U yerlarda mo'minlarga yog'ilar rahmat. Indamaslar olamida mehr ko'p ekan. Faqat tinchlik, manmanligu hasad yo'q ekan. Qadri baland bandalarni qabri zo'r ekan. Marmar toshni qo'yganlarni qalbi ko'r ekan. Tirigida mehrizga zor bo'lib o'tadi. Sizni boqib orzu havas ko'rmay o'tadi. Marmar toshlar qo'yib endi o'ziz ovutmang. Riyo uchun marmar toshni ular netadi. Xafa bo'lmang mard yigitlar, nomard emassiz. Ona qadrin mol dunyodan siz past tutmassiz. She'rim topar egasini dunyoni kezib. Marmar toshni qo'ymang faqat, kofir emassiz. Keldim ota qabringizni men taqillatib. Keldim ona baland poshnam men shaqqillatib. Kibr riyo yolg'onchi bu dunyodan bezib. Eshigingiz derazangiz axtarib keldim. Axtardim men qabringizni zulfli eshigin. Eshigi yo'q, balkim bordir biror tuynugin. Otam onam axtardim man qabriston kezib. Qay tuynukdan mo'ralarkin meni eshitib. Oqibatsiz dunyolardan o'tgandir otam. Mehrga zor bo'lib yig'lab o'tgandir onam. Dardim tinglab chiqolmasdan yotgandir otam. Tiriklarga mehr ber deb aytgandir onam. Oxiratingiz obod bo'lsin ahli qabriston. Qabrlaringiz nurga to'lsin shahri qabriston. Barcha hurlar hamroh bo'lsin doim sizlarga. Oqibatni hamroh etsin Alloh bizlarga. Barchalaringizga ikki dunyo saodatini tilab, kuchli iymon tilab, mehribon Allohimga ikki dunyo saltanati adadicha hamdu sanolar, beadad shukronalar aytaman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ikki dunyodagi yaratilgan narsalar adadicha salovat va durudlar aytamiz. U kishining oila a'zolariga, sahoba ikromlarga, to'rt choryorlarimizga, mag'ribdan mashriqqacha, avvaldan oxirigacha bo'lgan mo'min musulmonlarga, barcha pir va ustozlarimizga, 7 pushtimizdan 70 pushtimizgacha bo'lgan ota bobolarimiz ruh arvohlariga
va bosh egalarimiz 70 pushlarigacha bo'lgan barcha ota bobolarning ruhlariga Allohim oxirat yashinlarini barchasini bersin, joylarini jannatdan qilsin. Barchalarimiz iymonimizga xaridor bo'lib kelgan biz bu dunyoga mana shu iymon gavharimizdan oxirgi nafasimizda ham Allohim judo qilmasin deb duo qilaman. Sizlar ham bizni haqlarimizga duo qilib, haqqimizga duo qilib qo'yishlaringizni so'rab qolaman.